Siz turmush qurmoqchisiz. Lekin turmush qurishdan oldin talablaringiz juda ham ko'payib ketyapti. Shunday holatlarda yigitlarimiz, qizlarimiz ichida qo'rquv borligini bilarmikan? Bu qo'rquv nima bilan bog'liqligini ham bilishmaydi. Balkim baxtim ochilmayapti, nimagadir menga to'g'ri keladigani chiqmayapti. Bunisi to'g'ri kelsa, bunisi to'g'ri kelmaydi. Bunisi to'g'ri kelsa, bunisi to'g'ri kelmaydi. Boshim qotib qoldi degan gaplar menga ko'pincha murojaat qilishadi. Lekin bu holatlarda siz bilmaysizki, ota-onangizdan ajralish qo'rquvi borligini va sizda separatsiya hali ham yo'qligini. Bu qo'rquv orqasida siz ota-onangizni noqulay holatga yoki sharmanda qilishga qo'rqasiz va mas'uliyatni o'zingiz bo'yningizda emas, balki ota-onangizni bo'yniga qo'yishga harakat qilasiz yoki bo'lajak umr yo'ldoshingizni bo'yniga qo'yishga harakat qilasiz. Bunday holatlarda nima deyishim mumkin? Birinchi galda baxtni yasash sizning qo'lingizda va hamma narsa mukammal bo'lmaydi. Chunki erkak va ayol turmush qurganida ular birgalikda o'sishi uchun turmush qurishadi va shunday holatlarda mas'uliyat har birini qo'lida bo'ladi. Shuni esda tutsangiz, siz albatta baxtli bo'lasiz va sizning talablaringiz ancha pasayadi.